Assalomu alaykum. Bizni YouTube orqali kuzatib borayotgan tomoshabinlarimiz, Chorva hayvonchilik bozori. Bugun Yangiqo'rg'on tumani Bekobod Chorva qo'y bozorining narxlarini tanishtirishga harakat qilamiz, lekin bozori yuvaslaman ekan. Kirish imkoni yo'q ichkariga. O'ptim joylarini bo'lsa ham videoga olib harakat qilaman ichkarishga. Kursiga hozir ot bozorini syomka chiqguncha o'tib edi, odam ko'payib ketdi. Bo'ylari 70-80 orasidagi bo'ylamani qo'chqor sog'lom. Istanbul o'ptimchi akamizni hammasidan topiladi. Hozir narxlarni so'rab, narxlari qanaqa aytasiz aka? Narxlarni 5 dan kam bor deyman. 5 million so'mdan kam bor deyishyapti. Yana topiladi bundan aka? Yana topiladi aka o'ptimchi aka. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi aka? 91lik 91 kodi bilan 9592 262 95 92 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Bu akani ko'pchilik taniydi. O'ptim Chorva qo'ylarni aytganlar mana ekan. Sifatlari ham rost chiroyli ekan. Shuni mumkin. Navbatdagi mana o'z qo'chqorlarimiz bo'ylari. Buru qancha zam bo'ladi bular? 70 cm plus atrofida. Beremiz deb aytib qoladi. Bir joyi bo'lsa 43 dan beramiz deyishyapti. Akasi bo'ldi, aşağı chiqib bir syomka qilaveradi. Taxta quradi. Bu yerda yoz baraka bo'lib deyishyapti, qani bu yerga ko'raylik. Bularni bir joyi bo'lsa 43 dan deyishyapti. Misol kattaroq ko'zlar ekan. Bular narxini qancha aytilyapti aka? Narxini. Har xil. O'ptimi aytaylik aka, bir tortarga. O'ptimiga hozir bu yerda 11 ta qo'chqor bor. Hop, 11 ta qo'chqor bor debdi bu yerda. 11 ta qo'chqor bor. 11 tanasiga 5 milliondan ozgina to'lish beramiz. 5 milliondan ozgina hayali bor o'tib beramiz debdi. Telefon nomeri aytasizmi aka? 95lik 95 kodi bilan ekan. 014 014 2844 2844 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Lekin hammasini tanjani sog' mana. Sifatlari ham chiroyli. Sog'ligiga garantiyasi bor. Tirik yo'slari ham 40 kilo atrofida. Yo'tal yo'q, yeyishga garantiyasini beramiz aytdilar, bemalol mana ekan. Qo'shqorlar bilmab turibdi. Bunaqa holatda kasal o'zi buni holatda turmaydi ham o'zi ko'ryapsizlar qo'shqorlarning holatini. Bemalol hozirgi raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Yengillatib manzil qaysi joyda aka? Manzilingiz? Manzil Chortoq. Chortoq tumani qo'ylar ekan mana. Chortoq markazidan. Mana kasal kattaroqlarga qarab chiqib ketyaptik. Kimdan ekan aka bular? Narxini qancha aytyapsizlar? 6 dan kam. 6 million so'mdan kam bor aytishyapti. Ikki tish bo'lgan-a bular? Yo, endi tisha. Tishamagan ekan, ikki tish ham emas ekan bular, qo'zi ekan hammasi. Tirik yo'slar ham yaxshi. 53 kiloga berib qolsa kerak menimcha. Zo'r bo'ylari. Bo'ylari o'sha 80. Pilislari ham bor 80 cm atrofida qo'zilar. Aka telefon nomeri aytasizmi? 93lik 93 kodi mana ekan telefon raqamlari. 208 208 77 27. 77 27 raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Yana ko'proq taypan beraverasiz aka. Ha, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Dastavkasi ham bor dedilar, vodiy bo'ylab. Bemalol mana kelishilgan narxlarda olaverasizlar, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Gigant sog'lig'i ham yetib keldik hozir. Joyda katta sog'liq bo'ldi, lekin o'sha probka ozroq o'tib sheyga o'tib keldik. Hozir mana shu qo'ylarni videoga harakat qilamiz, lekin bozorda to'g'risiga yaqinlab turish, sal yaqinroqlik uchun ekranga yaqinlab qo'yib, mana shu cho'loq bo'g'oz bular. Narxini qancha aytasizlar? O'da narxini aytib ketamiz. 10 million so'mdan narx aytishyapti mana ekan. Ozgina kamaytirib beramiz deyishyapti. Yaqinlab qo'ygan bo'g'oz ekan. Telefon nomeri
telefon nomeri şeyde satilib ketadi, mana shu shuni xolos deyishyapti. Navbatdagi savollarimiz mana ekan. Bo'g'oz bular aka. Siz qisar. Jonlari. Narxini qancha aytasiz aka? 8 million so'mdan kam bor deyaptilar mana ekan, lekin bo'ylari 85-80 pil atrofida. 85 ga yaqin, 80 plyus. Mana ekan, o'ta go'zallarning oldiga yetib keldik mana. 6 tane olasi bor. 3 ta qo'chqor, 3 ta savol. Bitta bo'g'asi. Qo'llarni ham ko'ringlar mana. Ya'ni Ash qo'chqor ekan, savol ekan. mana shuni bo'g'asi. Ekan, qara mana. Qo'llari ham o'ta 12 qo'chqor, mana 12 qo'chqor ham katta. Mana qo'yi qarang, mana qo'y. Kashtan rangi, mana qara rangini mana. Chiroyligidan ekan mana ekan. Bola sog'liq. Aka bundan yana bormi? Uyda bor, ha? Uyda bor. Narxini qancha aytasiz? Yana bolalarni 11 dan deyapman, bir joyga. Bolaliklar 11 million so'mdan bir joyga. Ozgina o'tib beramiz deyishyapti. Yakkaliklarchi bo'g'ozlar. Bo'g'ozda 8 kam bor. Bo'g'oz 8 million ekan bor deyaptilar. Bemalol telefon nomeri ayting aka. 93lik 93 kodi bilan ekan telefon raqamlari. 058 058 84 84 14 raqamlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin mana ekan. Bugun qo'rqib chiqqan. Keyingi mana yana o'tdim joyga yetib keldik. Mana bolaliklari, ayda ham bolasi borlari bor ekan. Bolalar ham o'ta chiroyli ekan. Qo'ylar o'zi ham sifati ham o'ta a'lo darajada ekan. Shuni mumkin. Narxni o'g'lim tanishibsiz. Aka qanchadan narxi? To'lalik. Bo'g'ozlar 8,5 million so'mdan kam bor deyishyapti. Bolalarchi aka? Bolalar 10 million. Bolalar 10 million so'mdan narx aytishyapti. Kami bor ular ham. Dastavka xizmati bor, ha? 2 yil ko'rsan, ha? Dastavka xizmatini qilib beramiz deyishyapti. Telefon nomeri aytavering aka. 93 kodi mana ekan. 401 30 raqamlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin mana. Dastavka xizmatlarini ham qilib beramiz ekan. Bundan tashqari ham yana bu aka o'ptimcha aka, bularda ko'p bo'ladi. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Biz ham menimcha mahsulotni to'xtatamiz, chunki undan yaqin yurishi iloji yo'q. To'g'risi gap, bo'yga suyalib yuryapti-da, ammo yurish qiyin bo'lib qoldi. Mana shu yerda to'xtatamiz. Mol bozori katta, sigir so'rganlar bor. Katta mollar bilan xunajinlar narxini chiqarishga harakat qilib beramiz. Bizni kuzatib beringlar. Biz doimo kuzatayotganlar like bosinglar. Kanalni tarqatishga yordam bering. Do'stlarga albatta jo'nating.